Bolalarda ko'p uchrashi bu ko'p shamollash bilan, ko'p kasallangan bolalarda aytamiz reaktiv gepatit deb aytiladi. Reaktiv holati. Shu holatlarda bolalarga ham parhez kerak bo'ladi. Jigar muammolarini yengishi uchun to'g'ri ratsion pitaniyasi, ovqatlanish jarayoni to'g'ri borishi kerak. Agarda bularga rioya qilinmasa, shu aytayotganingiz surunkali holatlarga olib keladi. Endi bolalarni avvalom boshidan tug'ilgandan to'g'ri tarbiyalab, to'g'ri ratsion ovqatlanishga o'tkazish kerak. Mana aytilar 1 yoshgacha ona suti bilan boqiladi, 1 yoshdan keyin sekin-sekin qo'shimchalar bilan olib borib, oddiy ovqatga o'tganda ham bizani ko'proq o'zbek oilalarida qozon ovqatga, hamma kattalar uchun tayyorlangan ovqatga o'tkaziladi. Bolalar uchun albatta 3 yoshgacha o'zi uchun, bolalarni o'zi uchun ovqat tayyorlab berish kerak. Qaynatilgan, bug'da pishgan, vitaminlarga boy bo'lgan, kletchatkalarga boy bo'lgan oziq-ovqat bilan bolalarni boqish kerak. O'shanda aytayotgan holatlaringiz bo'lmaydi.